Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 26-may, xudo xolasa, navbatdagi olti go'sht do'konimiz ham tayyor bo'ldi. Bu do'konimiz hozir yaqin 1 soatda chiqib ketadi. Sirdaryo viloyatiga, Sayxunobod tumaniga, adashmasam. Bu do'konimiz tepasi oq mokri, mana oldilari mebelni, ikkita bakovoyi mebelni bo'ldi. Xo'p, oldiga bitta fortishka. Xo'p, ichlari polni MDF. Buni baqvatidan orqada bitta fortishka, ichlari ham salqin. Tashqari issiq, lekin ichlari juda ham salqin. Issiq havo, sovuq havo kirmaydi, xudo xolasa. Tepalar ham mana plastik, bir xil urilgan. Mana fortishka tepaga ochiladi. Xudo xolasa, mana fortishkasi. Xullas, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz.